Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz navbatdagi darvozamizni O'zbekiston tumaniga olib kelib, Yaypan tumani O'zbekiston tumaniga olib kelib o'rnashtirdik. Bu darvozamizni sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu darvozamiz eni 3,5, bo'yi 3,20. Chetlariga mana 8-8larda 1.7 stenkasidan qo'yib, taglariga shvidlarni o'rnashtirib, o'zgacha oddiy skromniy darvozamiz. Darvozamiz sizlarga listlari bo'lsa 1.8likda jachaspaylari, mana zamoklarimiz rezinkalargacha qo'yib o'rnashtirib berdik. Hurmatli yurtdoshlar, mana orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana orqa holatlari tekis bo'ladi. Mana hurmatli yurtdoshlar, vaqt qilib 3tadan 4tadan qoziqlarni urib o'rnashtirib berdik. Mana hurmatli yurtdoshlar, darvozamizning o'z holati. Buni kvadrati 850 mingdan chiqadi. Orqa taraflarga kelishilgan holatda. Umumiy summasi 8,5 million yopib o'rnashtirib berdik. Kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Islom usta doim xizmatlaringizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.